Hozir Kalinanga kelishim bilan bildimki, men oldin Kalinanga kelgan ekanman. Sababi kirishimiz bilan Wi-Fi bilan. Alohida respekt eslikda. Kalina mehmonxonasiga xush kelibsiz. Hozir sizlar bilan to'liq versiyasini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Biz hozir Kalina mehmonxonasiga keldik. Juda ham chiroyli ekan. Ko'rdingizmi? Bunga mo'ljallar borasida bu yoqda har kuni bemalol kira olayotgansiz, rezerv qilmasdan. Alipart restoranlarigada. Bu yerda ana mana shu to'xtatoriyatda tegida ham mana shu terassasida aslida hamma chiroq terassasida. Nima bo'lib kelishgan? Yerdan hamma Burası bemalol Basseyn ham bor ekan shekilli. menyuda zakaz qilib, qolgan narsalarni o'tda spagetti, ya'ni har xil narsalar bor, ko'p. Bu yoq golfmi? Bu yoq tarafi gol. Xonasi. Bu yoq tarafi har bitta xonasi dengizga qaragan. Har bitta xonasi. Har bitta o'sha superior xonada. Şarkılarımız şarkılar burasından bulgur işletilmedi bu tür. Bulguru yanakları, parfüm veriyorlar. Xona menga juda ham yoqdi, to'g'risini aytsam. Rasmiyat qilman. Shu yili hech bo'lmaganda 5 kun shu yerda dam olish. Yaxshi niyat qilishgan. Hech bo'lmasa, Ko'rdinglarmi qanaqa zo'r otelligini? siz maqtaganingizchalik bor Men ekan. kecha Kecha maqtasalar bunchalik emas deb o'yladim. Hozir tag'in hamma bunaqa yomg'ir yog'gandek pagodada ko'rishyapti-dek. Budkaga silib sezonda keladigan bo'lsa. Yomg'ir yog'sa hamchi tashqarida yogalar qilishyapti-da, shunaqa havasinglar keladi. Mana yogasini oldim. Mana qarang, rasman yoga qilishayotgan odamlarni ko'rsanglar bo'ladi. So'z isboti bilan. عشان العبد مش بيقول لك معاك يفوت ketadigan plashga ketadigan yo'lga ketyapmiz. Hozir spa haqida ma'lumot olib sizga qilamiz. И личная клетка баня, которую мы можем арендовать для своей компании. А в основной части у нас крытый открытый бассейн, который мы подогреваем, фитнес-зал, витамин-бар, также сауна и турецкая баня находится. Можем с вами оттуда пройти направо. Shuna qarasa, shu bo'ylab dengizga chiqib ketaman. Otel o'rtaga joylashgan. Va hamma yo'lga yaqin. Bu yoqda kofeda qo'yib turadi. Ko'rib chiqdik. Bu yerda hattoki outletlar, ya'ni kiyim nima deydi, shoppinglari ham bor ekan. Ovqatlarni ko'ramiz, zavtraklarni. Zavtrak bittami? Ha, zavtrak bu yoqda. Ichkarida, bu dengizga chiqadigan yo'li. Bu yoqda mana bu yerda kofe olsangiz bo'ladi. Yo'l bo'ylab ketayotganingiz, Alikar restoran, restoranlar bor. Yaqinda o'zi turfirmalarga umuman ruxsat berilmaydi turistlarni ovqatlanib foizini ko'rsatishga, lekin Jardin turga mumkin, bilasizlar, bizga hamma narsani ochiq oydin ko'rsatib berishadi. Ovqatlarni hammasini hozir jonli ravishda ko'rsatamiz. Videomiz yoqayotgan bo'lsa bitta like qo'yib qo'yinglar, kamida shunaqa otellarga kelish nasib qilsin.
shunga tayyorlab beradigan joy bo'libdi. Zona o'zida kokteyl, har xil ichimliklarni shu tayyorlab berishadi. Yonida mana bu snack bor. Mana toqatlanadigan joy bor. Bu toqat berishadi, naryoqda berishadi. Hamma analari yaqin. Hech kimni qorni och qolib ketmaydi bu. Keyin voleybol polalari bor, ular zo'r. Mana bitta marujniy mana berishdi. Endi ortada har xil turli marujniylarni beradi. Kanlarni to'xtatib turadi. Ulardan adı. Ben sana bunu joylashtirmaya geldim. Kalinanga kelsangiz kechqurun nima qilgan bo'lardingiz? O'rtaga chiqib ashlab berardim, lekin hozir Sizchi nima qilardingiz? Men shou ko'rardim. Bu tarafda snack bar bor, qaranglar. Siz snack bardan xohlagan narsalaringlarni bepul olib, qo'shib turing. Shu tarafda shoularni, konsertlarni mazza qilib tomosha qilib xordiq olsanglar bo'ladi. Bilash bu viski pisov, Maldivda qumi, Maldivdan olib kelib. Ha. Maldivda yaxshi ko'radiganlar uchun Maldivda qumini aynan oq qum bo'ladi-yu, mayiq. Xuddi shu Maldivda qumidan. Oh, yo'q. Naryoqda voleybol. Yana bitta narsa, mening ifodat bo'ldingiz. O'tgan snack bar qo'rqosida naryoqda ham snack bar. Ofitsiant QR-kodlar bor hamma joyda. QR-kod orqali ofitsiantga yetib ketasiz, olib kelib hamma. Plajdan turishinglar tartama. Biz hozir baridan apelsin so'ki oldik. Inglizlarmi, даже so'klari ham mazasi juda ham zo'r, boshqa joylardan farq qiladi. Yana bitta qo'shimcha qilib o'tib ketdik. O'ttiga plyajga pisoklarni Maldivdan olib kelishar ekan. Hozir bizlar gol zonadamiz. Bunaqa yaqindan hali ko'rmaganim. Qaranglar qanaqa chiroyli. Xuddi shunaqa vaqtinglarni maroqli o'tkazasizlar. Mana shuncha atay aylangan bo'lsa, yuragim jiz etib shu yerda qolaman degan atalim. Kalinam bo'ldi. Qaranglar. O'ynaganmisiz? O'ynaganmisiz? Bo'ldi. Kelamiz o'ynaymiz mana shu. O'ynaylik biza ham madaniyatli odamlarga o'xshab. Biza ham boylarga o'xshaylik. Birpas tomosha qilayliklar. Bularni anaqa nimalar qilar ekan bular? Men zafarcha qo'ygan sayoqchasini olasiz. Просто poptolar bundan qiladi. Men ko'rib ko'p o'ynaganman. Mam, bitta kimyo bor emas, xatoni o'rang. O'rar ekan, endi ko'rmaganlar. Sen ham ko'rmaganmisan? Men ham ko'rmaganman. Nima qilay? Olmayman tekin hozir. Boydan ollar, boyis ketibman. Yani ko'rgandek qilmayman. Deb bo'lsam bularni oldidan o'zimni yalang'oq yo'q his qilmayman unaqa qilmasam. Mana qaranglar, bizdan qaranglar. Qarang. Ki, boygacha shorti bilan dengizga kiyib yurishar ekan. Bu yoq taraf kechqurungi tungi mashaqqatlardan joy. Qaranglar, prirodani Qaranglar. Hamda yoga bilan shug'ullanishyapti. Kechki payt yoga, muzika bilan relaksni, mashina, kofeni yoki o'zinglarning milkshakelarni maza qilib ichib dam olib bo'ladi. Bunaqa zonalar Kalinamda juda ham ko'p ekan. Nimaga desanglar, Kalinam o'zi haqiqatda ataylar aynan odamlarni qulaylik uchun menga to'g'risini aytaman, eng yuragim jizakkani Kalinam bo'ldi. Boshdan Kalinamga boramiz, nima bilan Kalinam deyishmabdi. Men sinabman o'zimcha. Bilsam juda ham uroveni zo'r ekan ataylar ekan, lekin narxiga ham stoyib ekan, to'g'rimi? Juda yoqdi menga. Mana hozir men Dildor opadan ham ikki og'iz olamiz.
Bizlarda agar Jardin turdan mijozlarimiz kelishsa, xudo xohlasa ularga qanaqa bir chiroyli anaqa qilib bera olasiz? Tushunganmi? Jardin turdan kelishadigan bo'lsa, birinchi o'rinda narxiga xish chiqadigan vaqtiga qilib beramiz. Ikkinchisi, xonalarini o'ziga xohlagandek qilib beramiz. Uchinchisini kelganda sovg'aligimiz bor, sovg'amiz bor, individualniy. O'shanda ko'rishadi. Xudo xohlasa mamnun bo'lib ketishadi. Biza ham Hech kim qilib bermagan narsani qilib beramiz. Madina xo'jayinlari bilan, man Dildora bilan xo'jayinimiz bilan xudo xohlasa kelib dam olib ketmoqchimiz. Bola chaqalarimizni o'zingiz storylarda joylaganimizda ko'rasizlar, mana bittasi ko'zi kuyib, ichi kuyib ketyapti. Mana bu odamlar kelmoqchi. Amirsoyga chiqasizlar, o'zinglar uchun mana dam olishni. Mana qaranglar, mana oddiy chestniy o'tsin. Mana siz ko'p chiqasiz. 10 marta yoqqa chiqqan yaxshimi, 1 marta oilaviy bu yoqqa Bir marta oilaviy chetga kelgan yaxshi. 1000 marta. Bir marta kamda, men 2-3 marta kelmoqchiman. Mana ko'rib kampani. Agar xotininglarni shunaqa chiroyli yurib, maza qilishni xohlasanglar, kalinamdan turaveringlar. Shazim turadigan eshitdim. У нас вообще разделено на 3 парты, естественно. Мы его начинаем открывать в 8 до 11, можно сказать. А потом у нас в 12:45 открывается вторая часть партии. Ну, сейчас у нас наши сети тут показывают, можете сразу же это снять. Merhaba. Здравствуйте, здравствуйте. Занавеса можно сделать небольшой такой. Hozir mana asosiy oshxonasidamiz. Bu yerda mana har xil bulochkalar, ko'rib turganinglardek, sladistlar. Juda ham ovqatlari mazali. Hamma narsasi mazali. Bu yerda mana powerlari. Günaydın. Hop. Bu yerda ketyapti mana fruktalari. Fruktalarni ko'ryapsizlarmi? Даже shot tutligicha qo'yishar ekan, mana dragon deysizlarmi? Hamma narsa to'chalagicha, hamma narsasi bor. Endi mana savotlari. Bu yoq tarafi dietический, dietaga ko'rganlar uchun. Hop. Bu yoq tarafimizda freshlar. Mana freshlarni qo'yib berishyapti. Har xil freshlar bor. Свежий mana detokslar, hamma narsalarni tayyorlab berishadi. Hop. Ketdik. Bu tarafda har xil mamlaqa delikates ovqatlar ketyapti. Bu tarafimizda mana souslar, buterbrодlar, bularni hammasini hattoki mana qora ikraligacha ham qo'yishar ekan. Qora ikraligacha ham bor. Qizil ikra xohlovchilar uchun. Одновременно ham YouTube'ga, ham Instagram'ga olish qiyin ekan. O'shaning uchun YouTube kanalimizga o'tib, ovqatlarning obzorini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Ikkita telefonda qiyin ekan. Bu yerda детский питаниесі boshlanyapti. Yogurt deysizlarmi, soklar deysizlarmi, bolalar uchun har xil mamlaqa свежий yogurtlar, hammasini свежий qilib kalinanda tayyorlab qo'yishadi. Umuman qorninglar och qolmaydi. Mana po'rlar bu yerda harakat qilishyapti. Hozir soat 10, soat ertalab 7 da boshlangan, 10:30gacha zavtraq ekan. Mana yong'oqlariga e'tibor qaratinglar. Ko'rasizlarmi? Yong'oqlarini. Hamma narsa bor. Urvinini o'zingizlar prosta ko'rib baho bersanglar bo'ladi. Mana odamlarning olgan ovqatini ko'rsataman sizlarga, avokadolagacha hamma narsa. Bu tarafda sosiskalar ketyapti, tuxumlar, xullas joniylardan boshqa hamma narsa bor o'rtalar. Lukoviy kalsiy, bu yerda mana o'zingiz pishirib tayyorlab. Hop, endi bu tarafini ko'rsatadigan bo'lsam, bir chetdan mana
asali ini, varenyalar ketyapti. Bu yerda olivka yaxshi ko'radiganlar uchun har xil assortimentda olivkalar. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Xullas tugamaydi. Ko'rasizlar, mana sirlarni o'zini vibrini. Vibir juda ham katta. Assortiment ko'plab bo'lishi mumkin emas. Mana avokadoni o'zidan qilib berishadi tayyorlab. Urinni ko'rib o'zingizlar prosta baho bersanglar bo'ldi. Mana bu yerda xlopiyalari. Xlopiyalarni ham assortiment ko'rasizlarmi? Qanaqalari bor narsalarni. Xullas o'rtoqlar, ming marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ko'rganga hech narsa yetmaydi. Bu tarafda mana detskisi ekan. Detski menyulari ketyapti. Umumiy mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Svejiy mana bitta mana omletlar, qiymolar, nutelladan ko'rayotganinglardek. Aql narsalarni shekilga o'rnamiz bir shekilga. Hammalarga shunaqa joylarda dam olish nasib qilsin. Jardin turdan chiroyli narxlarni qilib beramiz albatta. Kelinglar, ming marta eshitgandan ko'ra bir marta kalinangizlarni taklif etamiz. O'shani nima deyishni ham bilmay qoldim. Menimcha sizlarning ham menga o'xshab ishtahangiz ochilib ketdi.